Ushbu video orqali siz Incruises klubining sayohat imkoniyati haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Incruises Amerikaning sayohat klubi bo'lib, hozirgi kunda dunyo bo'ylab 208 ta davlatda o'z faoliyatini olib boryapti. Incruises bazasi orqali siz juda katta assortimentda otellarni, kurortlarni va kruizlarni buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa albatta klubga a'zo bo'lishingiz kerak. A'zo bo'lish mutlaqo bepul va siz shunchaki ro'yxatdan o'tganingiz uchun klub tomonidan $50 sayohat pulini sovg'a tariqasida qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Sayohatchilar o'zlari uchun 3 xil paketdan bittasini tanlashlari mumkin bo'ladi. Buni birinchisi starter paketi, ikkinchisi klassik va uchinchisi premium paketi. Demak, starter paketida siz o'z sayohat pullaringizni $50 bilan jamg'arishni boshlaysiz va buning evaziga maxsus sayohat kartangizga 50 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Klassik paketida esa siz sayohat pullaringizni jamg'arishni $200 bilan boshlaysiz va buning evaziga sayohat kartangizga 300 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Premium paketida esa $500 bilan boshlaysiz va buning evaziga siz 750 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Dastlab a'zo bo'lganingizda $50 sovg'aga berilgan pul bilan qo'shilganda starter paketida sizda dastlab 100, klassikda 350, premiumda esa 800 sayohat puli paydo bo'ladi. Endi siz pullaringizni xohlang har oy, xohlang har 60 kunda bir yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Endi starter paketida har oylik to'lov $50 va buning evaziga siz 50 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Klassik paketida esa oylik to'lov $100. Agar siz bu pulni 30 kundan kechiktirmagan holatda yig'sangiz, $100 evaziga 200 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Agar siz pullaringizni 60 kundan kechiktirmagan holatda yig'sangiz, $100 evaziga 100 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Premium paketida esa oylik to'lov $250 va agar siz pullaringizni 30 kundan kechiktirmagan holatda yig'sangiz, $250 evaziga 500 bonus ballni qo'lga kiritasiz. Agar 60 kundan kechiktirmagan holatda yig'sangiz, $250 evaziga 250 bonus ballni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Insider bo'limi orqali siz kruizlaringizni 17% gacha chegirma orqali xarid qilishingiz mumkin. Masalan, siz $2000 kruizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, Insider bo'limida bu kruizning narxi $1660 ga teng bo'ladi. Lekin bu bo'limda siz to'lovni 100% naqd ko'rinishda amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Incruises bo'limi orqali esa siz oyma-oy yig'ib kelayotgan sayohat pullaringizdan foydalanib, mana bu maxsus formula orqali sayohatlaringizni, ya'ni kruizlaringizni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Formulani tushuntiraman. Deylik, sizni sayohatingiz, ya'ni kruizingiz $2000 turadi. 50 ga 50. Bu nima degani? Siz sotib olayotgan sayohatingizni 50% ni bonus ball bilan, ya'ni sayohat kartangizda yig'ib kelayotgan pullaringiz bilan to'laysiz. Bu holatda 1000 bonus ballga to'g'ri kelyapti. 50% ni naqd ko'rinishda dollarda to'laysiz. Bu holatda esa $1000 ga to'g'ri kelyapti. Mana shu formula orqali siz sayohatlaringizni sotib olganingizda 25% gacha chegirma orqali sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun aynan Incruisesni tanlashim kerak degan savolingizga 3 ta asosiy javobni bermoqchiman. Birinchisi, siz Incruises orqali oyma-oy pullaringizni jamg'arib borish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ikkinchisi, optim narxdagi kruizlar, otellar va kurortlar bazasidan foydalanishingiz mumkin. Uchinchisi esa 2 ga ko'paytirilgan bonus ballarini qo'lga kiritish orqali siz 25% gacha bo'lgan chegirmalardan foydalanib sayohatlarga chiqishingiz mumkin bo'ladi.